Bunisi padnis fason deymiz, skromniy bu ham. Listlari ham 1.3 qalinlikda, mustahkam metallarda bo'lgan. Tepalarini ham mana o'sha ochiq qilib berganmiz. Andijonga o'rnaydigan darvozamiz. Eniga 363, bo'yiga 350 razmerda bo'lgan. 7 million so'mga tayyor bo'lgan. Assalomu alaykum, YouTube tarmog'ida kuzatib boruvchi obunachilar. Xudo xolasa yangilik darvozalarni chiqazganmiz, bir qator tanishtirib o'tamiz. Undan oldin o'zim tanishtiray. Ismim Abdulahad. Xudo xolasa videolarimizda darvozalar yoqsa, mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, shu darvozadan tanishtiradigan bo'lsak, taraf fason 150% shumkali variantda bo'lgan. Eniga 350, bo'yiga 350 razmerda tayyorlaganmiz. Undan tashqari holatda shu ikkita yoniga 30 dan tepasiga 40 set nalchka qismlarigacha qilib qo'yganmiz. O'ziga yarashib turuvchi, chiroyli holatda bo'lgan. Bu ham bir-biriga mana uyg'unlashib ketgan. Xudo xolasa kraskalarimiz toza Devo kraskada bo'lgan. O'sha matvi laklarini sochib qo'yganmiz. Listlarimiz 1.8 2 qavatli variantda bo'lgan. O'ziga yarashib turish uchun shu joylariga mana ruchkalarigacha qo'yib qo'yganmiz. Taglari 10lik shivillar, albatta bezuloq bo'ladi. Mashina kirganda ezilmaydigandan bo'ladi. Darvozamizning kvadrati 1 million 200 ming so'mdan O'zbekiston bo'yicha dastavka ustanovka ichida olib borib o'rnatib beramiz. Xo'p, bundan keyingisi mana 2026-yilda trendga chiqqan darvozamiz. Bu ham gipka fason deb nomlaganmiz. Darvozamiz 2 qavat 2lik listdan iborat. Razmerlari esa eniga 390, bo'yiga 360 razmerda tayyorlangan. Peshobot eshiklarini ham o'sha o'ng tomonda adden 90 sent qilib qo'yganmiz. Bemalol odam kirib chiqaveradi. Zamoklarni ham o'sha toza zubr zamoklardan foydalanganmiz. Bu darvozamizning ikkita yoni tagi 10lik shivillardan iborat. Tepa tomonlariga mana o'sha 60 sent tahiya qismlarigacha qilib berganmiz. Kraskalari ham toza o'sha Devo kraskada bo'lgan. Kraskasiga 5 yil, materialiga 15 yil bemalol garantiya beraveradigan darvozamiz. Buni 1 metr kvadratini 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Xo'p, navbatdagisi ham mana o'sha A fason deb nomlaganmiz darvozamizda. Eniga 330, bo'yiga 350 razmerda. Qanotlari ham o'sha tepagacha ochiladi. Katta mashinasi bor akalar ham bemalol xarid qilishi mumkin. Mashinalari xotirjam sig'adigan variantda bo'lgan. Listlari 1.8. Xo'p, to'qima profillar 6 ga 4, 1.7 stena. Buni ham yonlari 10 profil 2.2 stenada bo'lgan. Kraskalari buni ham o'sha toza Devo kraskada bo'lgan. 1 metr kvadrati 1 million 200 ming so'mdan o'sha tayyor bo'lgan darvozamiz. Xo'p, bu yoqda yana bitta taraf fason darvozamizni tarog'ini olib, undiga mana gipkalarigacha qilib berganmiz. Bu ham eng ko'p sotilayotgan darvozalarimizdan biri. Razmerlari 350 ga 350 razmerda tayyorlangan. O'sha ruchkalarni ham mana stimul zamok toza ruchkalardan foydalanib qo'yganmiz. Buni ham kraskalariga 5 yil, materialiga 15 yil bemalol garantiya beraveramiz. Yomg'ir yoqqanda shu suv o'ndamaslik uchun buchoq chashmalargacha qo'yib qo'yilgan. Xudo xolasa o'ta xizmat qiladigan darvoza bo'lib chiqilayotgan darvozalarimizdan biri. 1 metr kvadratini 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha tayyorlasa bo'ladi. Materialiga qarab buni ham. Xo'p, bundan tashqari holatda o'sha ko'rkamgina uyingizni yana ham ko'rkam qiladigan darajada qilib tayyorlangan Samarqand fason darvozamiz. Buni ham razmeri 350 ga 350 razmerda. Bundan tashqari holatda shu joylariga mana 35 sentdan tumba qismlarini qilib berganmiz. Tepasiga 40 sent qilib. Listlarimiz ham 3 qavat fondo full variantda bo'lgan. Ursangiz o'q o'tmaydigan darajada bo'lgan. Kraskalarimiz toza Devo, laklari o'sha matvi, zanglamaslik uchun o'ziga germetikslarigacha sochib qo'yilgan. Shu gullarni ham mana original kofka gullaridan foydalanganmiz. Bu darvozamiz 1 metr kvadrati, mana shu holati 1,5 million so'mdan 2 qavat qilib ishlaydigan bo'lsak, 1 million 300 ming so'mdan tayyor bo'ladigan darvozamiz. Navbatdagilarni tanishtiradigan bo'lsak, o'sha trendini bermayotgan afsona fason darvozamiz bu ham. Eniga 360, bo'yiga esa 355 razmerda tayyorlangan bu darvozamiz ham kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan chiqadi. Shu turishi 15 million 300 ming so'mga tayyor bo'lgan darvozamiz. Listlarimiz 1.8 2 qavatli variantda bo'lgan. Bu ham tepalarini ham o'sha ochiq qilib, chiroyli qismlarigacha qilib berganmiz. Xo'p, bu joyda mana Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga tayyorlagan taraf fason darvozamiz egalarining taklifiga binoan shu kraskalarni ham mana neobichniy qilib, o'sha aytilgandek qilib sochib berganmiz.
Bemalol darvozamizni kraskalarini almashtirishingiz mumkin. Pulda razlisa qilmaydi. Eniga 350, bo'yiga 370 razmerda katta mashina minganlar uchun shu tepagacha ochiladigan qilib berganmiz qanotlarni ham, kichkina eshiklarni mana o'ng qo'lda qilib berganmiz. Xudo xolasa olib borib o'rnatganda shu joyda zamoklarni qo'yib beramiz. Listlari o'sha 1.8 lik listda bo'lgan 2 qavatli varianti bu ham. 1 metr kvadratini 1 million 200 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Bu joyda shtampovka darvozalarimiz, xo'p, bunisi Dubay fason deb nomlanadi. Listlari 1.3, bir qavatda bo'lgan, profillari 6 ga 4, taglari shveller, yonlari 8 ga 6 profilda bo'lgan. O'sha nержавейкаларni ham qora nержавейкаларdan foydalanganmiz. Kraskalari ham o'sha glansовый qilib xizmat qiladigan qilib qo'yilgan. Eniga 3.10, bo'yiga 3.5 razmerda bo'lgan, kvadrat metri 650 ming so'mdan tayyor bo'ladigan darvozamiz. Shu turishi 7 million so'mga uyingizga borib o'rnaydi. Navbatdagisi gibrid fason deymiz. Bu Dubay bilan high-techda uyg'unlashtirilgan holati. Darvozamizning razmeri 3.48 ga 3.50 razmerda bo'lgan, listlari o'sha 1.3 likda bo'lgan, profillari ham 6 ga 4, 1.5 stena bo'lgan, taglari shviller bo'lgan buni ham. Bu darvozamizni 1 metr kvadrat 650 ming so'mdan shu turishi 7 million 900 ming so'mga O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib berish hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Wi-Fi fason darvozamiz hozirgi kunda o'tgan oyda ham o'zi 60 ta ortiq sotilgan. Bu ham listlari 1.3, buni ham profillari 6 ga 4, kraskalari toza devo kraskada bo'lgan. Razmeri 3.90 ga 3.50 razmerda bo'lgan. Kichkina eshikni ham addenni qilib berganmiz. Shu joyga mana zamok o'rnlarni qo'yganmiz. Shtampovka darvozalarimizga ham original zamoklarni qo'yamiz. Bundan tashqari holatda mana shu joylarga pluntus qilib 1.5 ga 1.5 tonna aylantirib chiqilgan qanot yonlariga ham. Kichkina detallargacha ahamiyat berib chiqilgan. Kvadrat metri buni 600 ming so'mdan tayyor bo'ladi. Shu turishi 8 million 190 ming so'mga tayyor bo'lgan darvozamiz. High-tech fason bunisi. High-tech fason darvozamiz ruchkalarni ham mana chiroyli qilib qo'yib qo'yilgan. O'ziga yarashib turish uchun tepaga arkalargacha qilib qo'yganmiz. Razmerlari eniga 3.40, bo'yiga 3.50 razmerda tayyorlangan. Kvadrat metri 600 ming so'mdan chiqqan, shu turishi 7 million 100 ming so'mga tayyor bo'lgan. Listlarining qalinligi 1.2 likda bo'lgan bunisiniki. Navbatdagi darvozamiz Dubay fason darvozamiz bu ham. Hop, eniga 3.55 razmerda, bo'yiga 3.50 razmerda tayyorlangan, kichkina eshiklarni ham o'ng qo'lda qilib berganmiz. Darvozamizning qanotlari ichkariga ochiladi, o'pish variantda. Shu turishi 12 kvadrat 600 ming so'mdan 7 million 400 ming so'mga tayyor bo'lgan darvozamiz. Bunisi padnis fason deymiz, skromniy bu ham. Listlari ham 1.3 qalinlikda, mustahkam metallarda bo'lgan. Tepalarini ham mana o'sha ochiq qilib berganmiz. Andijonga o'rnaydigan darvozamiz eniga 3.63, bo'yiga 3.50 razmerda bo'lgan, 7 million so'mga tayyor bo'lgan. Navbatdagisi ham gibrid fason. Nержавейкаларni ham o'ziga yarashib turish uchun shu qora nержавейкаларdan foydalanganmiz. Bizda bundan tashqari sarig'i, yashili, gold sveti bor nержавейкani. Kimga qanaqasi yo'qsa, shunaqasidan qilib beraveramiz. Yonlari 8 ga 6, 1.5 talchinada bo'lgan, taglari shviller, profillari 6 ga 4, 1.5 stena, ya'ni garachviy rossiyskisida bo'lgan. Darvozamiz 3.30 ga 3.30 razmerda tayyorlab qo'yganmiz. Kaltkalarni ham o'ng qo'lda qilib qo'yganmiz. Kvadrat metri 650 ming so'mdan 7 million so'mga tayyor bo'ladi bunisi ham. Xo'p, navbatdagisi Dubay fason 3.30 ga 3.5 razmerda tayyorlaganmiz. Tepalariga ham o'sha arka qilib chiroyli havo o'tib turadigan skvajnoy joylargacha qilib qo'yganmiz. Listlari 1.3 listda bo'lgan, profillari 6 ga 4, taglari abzatini shviller qo'yganmiz. Xo'p, razmeri eniga 3.30, bo'yiga 3.50 razmerda, kvadrat 650 ming so'mdan 7.5 million so'mga tayyor bo'lgan darvozamiz. Bunisi esa mana o'sha Dubay fason darvozamizni kraskalarini ajratib sochilgan holatdagisi. Listlari 1.2 qalinlikda bo'lgan, taglari shviller bo'lgan, buni ham zamoklarni ham mana o'sha original Zubr zamokdan qo'yib qo'yganmiz. Bemalol ochib yopishingiz mumkin. Qulay, hamma tomonlama. Kvadrat metri 600 ming so'mdan tayyor bo'lgan. Bu ham 7.5 million so'mga tayyor bo'lgan darvozamiz. Ha, bu darvozamizni zakazga qilib berganmiz. Farg'ona viloyati Quvasoyga borib o'rnaydigan darvozamiz. High-tech fason. Listlari 1.2, taglari shviller, buni ham razmeri 3.5 ga, bo'yi 3 razmeriga tayyorlaganmiz. Zaborga o'rnataman deganlarga
kvadrati 600 ming so'mdan tayyor bo'lgan. Buniki ham hop 6 million 300 ming so'mga o'rnaydigan darvozamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganlaringdek 22 xil darvozamiz bor. Kimga qaysi razmer tushsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Narxlarni yana ham yengillashtirilgan holatda yasab beramiz. Bundan boshqacha darvozalar bo'lsa ham aloqaga chiqsalaring, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha ishlaringni bitirib beramiz.